Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Ya boplabsizlar buni, boplabsizlar. Mana shu ajoyib karavan chekillari bizni xotirjam o'tirishimizni ta'minlayapti. Chunki san'atkorlar etbetga chiqib ketib qolgan bo'lardi. Hozir oshxonaga o'tib kelay, bufetga chiqib kelay deb o'zini paytiga, fursatiga, vaqtida yetib kela olmasligi mumkin edi. Mana taomlarimiz o'zimizdan oldin kelib, bizni kutib turishganligi sabab va karavan chekillarini xodimlari, oshpazlari bizni qorin ehtiyojlarimizni o'ylaganligi sabab konsert juda ham yana ham mas'uliyatliroq, ko'tarinkiroq kayfiyatda o'tyapti. Sizlarga ham tavsiya qilamiz. Totib ko'ring. Bu haligi chet eldan keltirilgan go'shalarga bizdan foiz o'tadigan brendlar emas. Bu haqiqiy asl o'zbegimni, o'zini milliy mahsuloti. Pul tiksangiz birovga hech qanaqa nima deydi, foiz ketib qolmaydi. Shuning uchun xotirjam ko'ngilni to'q qilib iste'mol qilishinglar mumkin. Men chaqirishyapti. Karavan chekinga omad. Rahmat.